Sharh hikoyati va rivoyatlari. Kim aybdor? Iskandar Zulqarnayn o'ziga yaqin kishilardan biriga ko'nglida yashirib yurgan bir sirni aytib, uni saqlashni, hech kimga oshkor qilmaslikni qayta tayinladi. Lekin u Iskandarning sirini uzoq saqlay olmay, ichi to'lib ketdi va bir do'stiga aytdi. Do'sti yana bir kishiga, u esa boshqasiga aytdi. Shunday qilib Iskandarning siri hammaga oshkor bo'ladi. Bundan qattiq g'azablangan Iskandar ustozi Arastudan so'radi: "Ey hakim, kishi sirini fosh qilganga qanday jazo berish kerak? Men falonchiga sirimni aytgan edim. U sir saqlay olmadi. Endi uni jazolamoqchiman. Bunga nima deysiz?" "Unga jazo berishga haqqing yo'q. O'zing aybdorsan. Siringni o'zing saqlay olmay, yuraging toshib o'zgaga oshkor qilgansan. O'zing saqlay olmagan sirni boshqa birov qanday saqlasin?" dedi hakim. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.